Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Abdullah ibn Huzafe Es-Sahmi. Her bir Müslümanның Abdullahның beshiga söyish majburiyati bor. Men birinchi bo'lib boshlayman. Ömer ibn Xattob. Bu hikoyamizning bosh qahramoni sahobalardan bo'lgan Abdullah ibn Huzafe Es-Sahmi deb atiladigan kishidir. İslam dini Abdullahga o'z zamonasidagi dunyo rahbarlari bo'lgan Paris podshohi Kisra va Rum podshohi Qaysar bilan ko'rishishga va u ikki kishining har biri bilan zamon aslimisida saqlangan tarix tillarida so'zlanadigan hikoyasini qoldirish fursatiga ega qilgan. Uning Paris podshohi Kisra bilan bo'lgan hikoyasi hijratning 6-yili Peygamber aleyhisselam öz sahabeleri içinden bir türküm kişilerini chet el padişahlarga İslamga davet qilib mektup evetmekçi bolganda yüz bergen. Peygamber aleyhisselam bu muhim vazifenin xatirini tunub yetgan edi. Bu elçiler burun münasebet ötküzüp bakmagan yiroq ellerge bardı. Ular bu ellerning tilini bilmeydi. Padişahlarning mijazini bilmeydi. Mana shundaq turuqliq ular bu podshohlarni dinini tashlashga, yuz obro'y va mansibidan ayrilishga, tunigungi agachkuchilari bo'lgan kishilarning diniga kirishga chaqirdi. Bu haqiqatan borgan odam yo'qolgan, qaytgan odam yangidan tug'ilgan bo'lib hisoblanadigan mushkul safardir. Shunlashqa Payg'ambar alayhissalom sahobalarni bir yerga yig'ib, ularning orasida turib xutba o'qidi. Hamdu sana ve guvohlik so'zini aytgandan keyin maqsadni o'tirib qo'ydi. Men sizlardan ba'zilaringlarni chet el podshohlarga elchilik avatmoqchi. Sizlar menga Bani Isroil İsa ibn Maryamga qarshi chiqqandek qarshi chiqmanglar, dedi. Uning sahobalari: "Ey Rasululloh, xohlagan ishingni ado qilishga biz tayyormiz. Bizni xohlagan yeringga avatgan", deyishdi. Payg'ambar alayhissalom Arab va chet el podshohlarga o'z maktublarini avatish uchun sahobalardan 6 kishini tanladi. Abdullah ibn Huzafe shu 6 kishining biri edi. U Paris podshohi Kisraga Payg'ambar alayhissalomning xatini opirishga tayinlandi. Abdullah ulug'ini tayyorlab, ayoli va balari bilan xo'shlashib, nishonga qarab yo'lga chiqdi. U faqat Allohning hamrohligida yolg'iz holda tog' dovonlardan eshib, uymon azgonlardan o'tib, oxiri Paris diyoriga yetib bordi-da, podshoh diyorida o'rdaga kirishga ijozat so'radi. Ham darvozavanga ilib kelgan xatning xabarini yetkazdi. Kisra ordusini alohida zinatlab, Paris kattalarini majlisga kelishga chaqirdi. Ular kelgandan keyin orda ichi bir xil surlik tusga kirdi. Ondan elchi Abdullahning kirishiga ruxsat berildi. Abdullah Paris podshohining huzuriga oddiy sodda, to'qilishi qo'pol, arablarga xos kiyim bilan kirdi. Lekin uning beshi ustun, qaddi tiklangan bo'lib, butun vujudidan islomning izzati chaqnab, dilida iymonning kattaligi yalqunjab turardi. Kisra o'z tarafiga kelayotgan Abdullahni ko'rishi bilanla qishidagi xizmatchilardan biriga uning qo'lidagi xatni ilishga ishorat qildi. Abdullah: "Yo'q, Payg'ambar alayhissalom meni bu xatni Kisraning o'z qo'liga berishga buyurgan. Men Allohning payg'ambarining buyrug'iga xiloflik qila olmayman", dedi. Kisra qishidagi xizmatchilarga: "Uni qishimga kelgil qo'yinglar", dedi. Abdullah Kisraning qishig'iga kelib, xatni Kisraning o'z qo'liga berdi. Ondan keyin Kisra yera ahildan bo'lgan katibini chaqirib, xatni urushga buyurdi.
Xat: Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Paris kattasi Kisroga, to'g'ri yo'lga ergashganlarga salom deb boshlangan edi. Kisro xatni mush yerga janglab, cheksiz g'azabga kelib, yuzi qizirib, cheka va gadan tumurlari ko'pib ketdi. Chunki payg'ambar alayhissalom xatni o'zining ismi bilan boshlagan. Kisro xatni katibining qo'lidan silkib tortib olib, u xatni oxirini o'qimayla yirtib tashladi va u: "Menga mushundaq yozamdi, u degan mening qo'lim tursa" deb koyishga boshladi. Ondan Abdullohni majlisdan chiqarib o'tishga buyurdi. Abdullah Kisroning huzuridan chiqib ketdi. U o'zining o'ldirilganligini yoki tirik qo'yib etilganligini bilmaydi. Lekin u uzun turmayla: "Alloh bilan qasamki, men payg'ambar alayhissalomning xetini joyiga yetkazib bo'lgandan keyin, endi nimali ahvol bo'lmasin, parvoyim palak" dedi-de, ulug'i minib yurib ketdi. Kisroning ochiqi bisilganda Abdullohni o'z yiniga ilib kirishga buyurdi. Lekin u tepilmadi. Uning izderkini ololmadi. Ular Abdullohni Arab orolidagi yo'llarga qadar izlab berib, uning ketib bo'lganligini uqdi. Abdullah payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Kisroning ishlarini va xatning yirtib tashlanganligini xabar qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh uning podshohligini vayron qilib olsin" dedi va boshqa gap so'z qilmadi. Ammo Kisro Yaman valisi Bazonga: "Hijozda bosh ko'targan bu odamga qishingdan kuchlik 2 kishini avat. Ular u odamni mening yonimga olib kelsin" deb xat yozdi. Bazon payg'ambar alayhissalomning qishiga 2 odamni xat bilan avatdi. Xatda payg'ambar alayhissalomning kechikmasdan Kisro bilan uchrashish uchun kelishga buyruq berilgan edi. Bazon yana bu 2 kishiga payg'ambar alayhissalomning ish harakatlarini kuzatishini va payg'ambar alayhissalomning ilib berayotgan ishlardan xabar berishini va Muhammad alayhissalomdan ma'lumot egallashni buyurgan edi. Bu ikkisi tezlikda safarga otlandi. Taif shahriga yetib borganda, Taifda Qurayshlik savdogarlar bilan uchrashib qilib, ulardan Muhammad alayhissalomni so'radi. Qurayshliklar: "U Madinada" deb javob berib, xotirjam holda Makkaga ilgirlab ketdi. Ular Quraysh xalqini tabriklab: "Xush xabar, aniqki Kisro Muhammadga qarshi turibdi. Sizlardan uning yomonligini to'sibdi" degil turdi. Yiliqi ikkisi Madina tarafga yo'l oldi. U ikkisi Madinaga berib, payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishib, Bazonning xetini berib: "Podshohlarning podshohi Kisro podshohimiz Bazonga sizni ilib kelishga odam avatishga xat yozibdi. Biz sizni uning qishiga ilib berish uchun keldik. Agar siz ma'qul ko'rsangiz, Kisroga sizning manfaatingiz uchun sizni jazolamaslik to'g'risida so'zlab qo'yamiz. Agar unimisangiz, uning ochiqini, uning azobining yomonligini, uning siz va qavmingizni halok qilib etishdagi qudratini siz bilsiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom tabassum bilan u ikkisiga: "Bugun qaytib ayt kelinglar. Buguncha yotiqinglarda dam olib turinglar. Ayt ko'rishayli" dedi. Ular qaytib aytib kelishdi va "Biz bilan Kisroning qishiga berishga tayyorlik qildingizmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom u ikkisiga: "Sizlar buningdan keyin Kisro bilan ko'risholmaysizlar. Uni Alloh o'ltiribdi. Mushu oyning paloni kuni uning o'g'li Shirvahni uning o'rniga rahbar qildi" dedi. U ikkisi payg'ambar alayhissalomga chekchayginicha qarab qilishdi. Yuzlarida hayronlik alomatlari paydo bo'ldi-da: "Sen nima da'vatqanligini bilamsan? Podshohimiz Bazonga mushundoq yozimizmi?" deyishdi.
Payg'ambar alayhissalom shundoq ba'zanға Muhammad ro'shanki mening dinim Kisroning podshohligi yetib borgan yerlargacha yetib bordi. Musulmon bo'lsang, qo'lingdagi xizmatni sana beraman. Seni qavmingga boshliq qilaman, dedi danglar. deb ularni yo'lga silib qo'ydi. Bu ikkisi ba'zanning qishig'i keldida ba'zanga bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Ba'zan agar Muhammadning gapi rost bo'lsa, u rost payg'ambar. Agar yolg'on bo'lsa, ish oldimizda. Qandoqligini bilamiz, dedi. Uzun o'tmay ba'zanga Shirvayhning xati yetib keldi. U xatda men Kisroni o'ldirib etdim. Uni faqat xalqimizning intiqomi uchunla o'ldirdim. U xalqimizning sharafli kishilarini o'ldirish, ayollarni dafsanda qilish, mollarni bulang-talang qilish bilan shug'ullanib keldi. Xitim borgan hamon qishondikilar bilan birga menga bo'ysungan deyilgan edi. Ba'zan Shirvayhning xitini o'qib bo'lib, uni bir tarafga tashlab qo'ydi-da, o'zining musulmon bo'lganligini jakarıldı. Uning bilan billa Yaman shahardagi parisliklarning hammasi musulmon bo'ldi. Mana bu Abdullah ibn Huzafaning Paris podshohi Kisro bilan uchrashgandagi ajoyib hikoyasi. Undaqda Abdullahning Rum katisi Qaysar bilan uchrashishi qandoq bo'lgan edi? Bu ish Umar ibn Xattobning xalifalik davrida bo'lgan bo'lib, Abdullahning Qaysar bilan bo'lgan qissimi ajoyib qissalardan biri edi. Hijriyaning 19-yili Umar ibn Xattob Rumga qarshi askar chiqardi. Ularning ichida Abdullahmo bor edi. Rum podshohi Qaysarga musulmon qo'shinlarining xabarlari, iymonning rostligi, aqidaning puxtligi, Allah va payg'ambarning yo'lida jinini aymaslik qatorliq sifatlari yetib borgan edi. Qaysar askarlarga agar musulmonlardan birarsi asir bo'lib qo'lga tushsa, uni quyvatmasdilla o'zining yiniga ilib kelishga buyurgan edi. Allah Abdullahning Rumliklar qo'liga asir bo'lib tushishni iroda qildi. Ular Abdullahni podshoh qishig'a bu Muhammadning diniga dastlab kirgan kishilarning biri deb ilib kelishdi. Qaysar Abdullahga bir haza qarab turgandan keyin "Tizlan, men sana bir shart qo'yaman", dedi. "U nima shart?" deb so'radi Abdullah. "Men sana xristian bo'lishni shart qilaman. Agar xristian bo'lsang, seni qo'yib beraman. Mansibingni o'stiraman", dedi. "Undaq bo'lishi mumkin emas. Menga nisbatan sen talab qilgan narsadan o'lim 1000 martaba yaxshi", dedi Abdullah mansitmasdan. "Sen farosatlik odamda qilsan. Agar sen men o'tirib qo'ygan shartni qabul qilsang, ishlarimga sherik qilaman. Podshohligimni bilib beraman", dedi Qaysar. Kishilangan Abdullah kulib turib, "Alloh bilan qasamki, agar sen menga men ko'rgan bilgan narsaning hammasini bersangmi, Muhammad alayhissalomning dinidan ko'zni yumib ochquchilik vaqt bo'lsa-mu qaytmayman", dedi. Qaysar, "Undaqda seni o'ldiraman", dedi. "Xolig'ingni qil", dedi Abdullah. Qaysar buyruq qilib Abdullahni darga ostirdi va atarmanlarga Rum tilida "Uning quliga yaqin etinglar", dedi va uni xristian bo'lishga zo'rildi. Abdullah qat'iy unumidi. Qaysar yana uning putiga yaqin etishga buyurdi va uni xristian bo'lishga qistidi. Abdullah unumidi. Bu chaqda Qaysar atarmanlarni to'xtashga buyurib, "Abdullahni dardan tushiringlar", dedi-da, cho'ng bir qozonni akeldirib, uni yog' bilan to'shqizib, o'choqqa o't yiqishga buyurdi. Qozondagi yog' qayindi. Qaysar buyruq qilib, musulmon asarlardan ikkini qozondagi yog'qa tashlatqizdi. Ularning go'shtlari kavob bo'lib, so'ngaklari yalang'ishlanib qoldi. Ondan Qaysar Abdullahni xristian bo'lishga qistidi.
Lekin Abdullah burunqidimi ko'proq ching turdi. Qaysar Abdullahdan umidini uzib, unimi qozon qishiq elib kelganda, Abdullah ixtiyorsiz yig'lab ketdi. Qaysarning odamlari Qaysarga "U yig'ildi" deb yetkizdi. Qaysar Abdullahni o'limdan qo'rqib yig'ilganchig'i deb gumon qilib, uni o'z oldiga elib kelishga buyurdi. Abdullah Qaysarning yeniga kelganda, uni yana xristian bo'lishga qistadi. Abdullah unimidi. Qaysar: "Voy istsanga, bayatın sen nimaga yig'ilgan eding?" deb so'radi. "Meni yig'latqini men o'z-o'zimga, sen hozir qozonga tashlansan, sening jining Alloh tarafga ketadi" dedim. Va badanimdagi tukning barobarida birdan jinim bo'lgan bo'lsa, uning hammasining Alloh yo'lida mushu qozonga tashlanishini umid qilib yig'ildim, dedi. Qaysar: "Sen mening beshimga suyib qo'ysang, men seni va qo'limdagi barliq musulmon asarlarni qo'yib beraman", dedi. Abdullah mundaq deydi: "Bu Allohning dushmani. Men buning beshiga suyib qo'yman. U meni va barliq musulmon asarlarni qo'yib berdi. Menga ziyon yo'q", deb o'yildim. Abdullah Qaysarga yaqin kelib, beshiga suyib qo'ydi. Rum podshohi barliq musulmon asarlarni yig'ib, Abdullahga topshirib berishga buyurdi. Ular topshirildi. Abdullah Ömer ibn Xattobning yeniga kelganda, uningga bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Ömer Abdullahdan bek xursand bo'ldi va barliq asarlarga qarab, "Har bir musulmonning Abdullahning beshiga suyish majburiyati bor. Men avval suyishni boshlayman", dedi-de, o'rnidan turib, uning beshiga suyib qo'ydi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Ömer Osmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari